Shaharda yaxshi lokatsiyali joylar juda ham qimmat bo'lib ketyapti. Zo'r lokatsiyaga kelganman. Yakkasaroy tumani Salomatinaga kelganmiz. Ko'chalarni ko'rib bitta baho berasizlar. Asosiy yo'ldan 200 metr ichkariga kirganimizda fasad 13 metr bo'lgan bitta kaftda joyimiz chiqyapti. Narxini taxmin qilinglar, taxminlardan arzon chiqsa like bosib qo'yasizlar. Salomatinadan uy quraman degan tanishinglarga jo'nataysizlar. Qaranglar, uyimizni eski buzib tashlab qurishga zo'r mo'ljallangan. Fasad 13 metr, ichkariga 2200 chemta bo'lyapti. 290 bo'lyapti shunda sotig'i. Xo'sh, qo'shnilardan ruxsat olib beramiz, qurilish qilishinglarga deyishyapti. Bemalol qurilish qilasizlar. Hech qanaqa qing'ir-qeshuv joyini videoda ko'rmadim, kirib ko'zim bilan ko'rmadim. Chizmasini ham tekis ekan. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsa, 259 ming ulgurib qolinglar. Juda ham zo'r joyga, zo'r narxda chiqyapti ushbu joyimizga. Videoga uy ichilarini olmadim. Bu yerdan olgan akalarim bilaman, baribir buzib qurasizlar, ulgurib qolinglar.